Misol uchun ko'pchilik ishlayman deydi. Juda ko'p odam ofisda ertalabdan kechgacha o'tiradi. Kechasigacha o'tiradiganlar bor-da, lekin ishlamaydi. Lekin aslini olib qaraydigan bo'lsa, biz kuniga maksimum 4 soat deep work qila olamiz. O'zim istalgan odam deep work deganda telefon hamma narsani yig'ishtirib, bitta joyda o'tirib, chuqur o'tirgandan keyin 4 soat bo'lsa, borib miya ishlamaydi bo'ldi. Maqsad 10 soat o'tirish emas ofisda. Maqsad zadachani bajarish bo'ldi. Zadacha kimdir 2 soat bajaradi, kimdir 10 soat bajaradi. Mana maqsad qo'yishda biza uzoq muddatli maqsad qo'yishimiz kerak. Yani strategik biza to'g'ri yo'lga boramizmi yo'qmi? Ko'pchilik aytadi, misol uchun men qanaqadir vaqtincha nimadir ish qilib turay, keyin men yo'limni topib olganimdan keyin qanaqadir maqsadimni o'zim asosiy boradigan joyimga boraman degan narsani qo'yadi-da. Azizga beruvdilar Rahimov anaqa o'sha birinchi maqola yozayotganlarida shunaqa qilgan ekanlar, bo'ldi. Kuniga yarim soat maqola yozishga sarflayman. De o'tirar ekanlar, ba'zi kunlar umuman yozmas ekan. Prosta o'tiradi, ideya kelmaydi, lekin yozilmaydi, o'tiraveradilar. Chunki vaqt o'sha sarflanishi kerak. Lekin bu boshqa narsaga ideya kelib qolsa, shunday YouTube'ga kirib ketsangiz, boshqa ishga bo'lsangiz, juda fokus qila olmaydigan odam bo'lib qolasiz. Bitta paytda samarador bo'lishim kerak deb turib, o'zimizni qiynab, uxlamasdan, u yoq bu organizmni ham charchatib ishlaysa-da, keyin burnout bo'lib yuradi. Yo'q bo'lib qolib, misol uchun nimasi bo'ladi, ishlagingiz kelmasdan, undan ko'ra ham ishlay, ham vaqt ajrat o'zingga. Hamma narsani sinab ko'ryapti yoki sinab ko'rish shansi bordi. O'sha meni soham degan narsani odam qachon biladi, qachon his qiladi, bo'ldi, men shu soha bo'yicha ketaman. Bu men uchun ekan degan narsa. Endi mana yosh bo'lsa, mana aytaylik 17, 18, 16 yoshli odam bo'lsa, bor, hamma narsa qilib ko'rish kerak. Meni fikrim, xohlagan sohasiga o'tib ko'rsin, xohlagan sohasini tez qilib ko'rsin, o'zini topib olish uchun. Ularning yoshidagi bola, misol uchun, mashina oldi, dadasiga mashina sovg'a qildi yoki shunga o'xshash qanaqadir finansiy yutuqlarga erishsa, Assalomu alaykum. Humoyn, xush kelibsiz. Rahmat, Hansaka. Vaqt ajratib kelganingizdan xursandmiz. Xudo xolasa, siz bilan bugun sohaviy, shu marketing, media sohasidagi mutaxassislarga, yoshlarga, endi kirib kelganlarga manfaatli bo'ladigan mavzularda bo'ladi asosan va bu narsani shu o'zingiz bosib o'tgan yo'ldan kelib chiqib, o'zidagi shaxsiy tajribalar bilan ulashsangiz, juda ham hozirgi natijalaringizdan kelib chiqib, juda ham ko'pchilik havas bilan kuzatadi. Qanaqadir ma'noda natijalaringiz ko'pchilikni ruhlantiradi. O'shandan kelib chiqib, o'zingiz bosib o'tgan yo'llardan olingan xulosalar bilan xudo xolasa ketadi. Qisqacha o'zingizni tanishtirsangiz. Xo'p, Humoyun ismim, 24 yoshdaman. Ikkita farzand otasiman deydi. Rosa orzu qilardim oldin podkastda tanishtirishdi, farzandni otasida pozitsiya qilish menga yoqardi. Keyin prodyuser, zapusklar bilan shug'ullanamiz. 5 yildan beri taxminan media sohasidamiz va shu zo'r. Men siz bilan bitta klubda bo'lganimiz uchun siz o'zi qanaqa ishga yondashuvingizni bilaman-da. Bu uylanishingiz, farzandli bo'lishingizdan oldingi Humoyun bilan undan keyingi Humoyunni qanaqa o'zgardi deb ayta olasiz? Xo'p, uylanishgacha bo'lgan Humoyun birinchi boshlaydigan bo'lsa, nima deydi, hazırroq bo'lishi mumkin, lekin risk juda ham ketaverardi. Farqi yo'q. Hayotdagi risklar bo'lsa, misol uchun qanaqadir ketdim, men bitta tog'dan sakrab ko'ramiz, nimadir parashyut bilansa, farqi yo'q. Ketdim mashinada ham tez yuradigan, qanaqadir farqi yo'q bo'lgan, chunki tabiiy men bitta o'zim o'ylaganman va ochiq bo'lganman riskka. Keyin misol uchun uylangandan keyin mashinani tezligi sekinlashdi. Bolalar bo'lgandan keyin faqat remen bilan yurishni boshladim. Chunki bilasiz, orqangizda boshqa insonlar bor, orqangizda juda katta mas'uliyat bor va bu tabiiy risk olish qanaqadir nima deydi, qobiliyati demaydi, risk olishni sal kamaytirib beradi. Kamaytirib berar ekan, lekin ancha bosildim, mas'uliyat oshdi va katta bo'ldim desam bo'ladi. Chunki baribir o'ylardim, uylanishdan oldin men katta bo'laman, u yoq bu yoq degan narsa bo'lardi, lekin baribir insonni o'sha qanaqadir qo'l ostingizda qanaqadir oilangiz, ayolingiz, farzandlari bo'lishi bu katta mas'uliyat berar ekan, buni o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Shu narsa bo'ldi. Endi uylangungacha menda misol uchun grafik shunaqa bo'lgan. Endi ko'pchilik mediada chiqaman, bu men
ishlayotgan narsamni ko'rsatmayman-da, kam ko'rsataman. O'zi meni biladiganlar, misol uchun biladi, yaxshi ishlayman. Misol uchun to'g'ri 24 soatlab ishlamayman, lekin ishlaydigan paytda yaxshi ishlayman. O'sha uylangungacha aytaylik, faqat anaqam bu grafikim bo'lardi. Uyga kelaman, uxlayman, ertalab turaman, ish bo'l. Uyga kelaman, uxlayman, ertalab turaman, ish. Ish deganda uchrashuv bo'lishi mumkin, ish deganda qanaqadir qayergadir borish bo'lishi mumkin, lekin hammasi bu miyani ishlatadigan, qanaqadir o'sishga yordam beradigan anaqa bo'lgan vaziyat bo'lgan. Endi hozir misol uchun ish plus oila qo'shilgan. Endi sport, boshqa narsalar bu ichiga kirib ketadi, bu anaqa emas, ajratib bo'lmaydi. Shunaqa holatda hozir. Qanaqadir ancha xotirjam bo'lgan, hayotda mana nima deydi, rang-barang bo'lgan deydi-yu. Shunaqa holatdagi himoyanisi ham bo'ladi. Zo'r. Men shu misol uchun men shunaqa oilali bo'lishingizdan oldingi mana deep work qilib, ko'proq ish bilan band bo'lganingizda, sizda misol uchun qanaqadir loyihalaringizni amalga oshirish uchun ko'proq vaqtingiz bo'lgan. Hozir mana vaqt tomonidan olib qaraganda ishga bo'lgan vaqt qisqaradi, oila bilan o'zingizga bo'lgan e'tibor oshadi, vaqtingiz ketadi. Bu narsani misol uchun ikki xil qarash bor deylik. Kimdir aytadi, misol uchun ishga bo'lgan vaqt kamayyapti, men oiladan ham ko'ra ko'proq ishga fokus qaratishim kerak deydi-da. Kimdirga bu narsa plyus ta'sir qiladi. Siz shu bo'yicha qanaqa fikrdasiz? Xo'p, zo'r. Birinchisi bu odam xotirjam bo'ladi. Bu tabiiy, chunki siz nima deydi, chalg'itadigan narsalar kam bo'ladi va men nima qiladi deb o'ylayman. Misol uchun oila bilan ish bu ajratiladigan narsa deb o'ylamayman, chunki tabiiy, misol uchun qaysidir paytlar bo'ladi, aytaylik, oilaga ko'proq vaqt ajratiladi. Misol uchun men oxirgi oy oladigan bo'lsa, shunaqa birlashtirganman. Menda xalaqit bermaydi, umuman xalaqit bermaydi, navbat bir-biriga yordam beradi. Misol uchun men uyga borayotganda uyda sog'inib boraman. Bolalarni ko'rishim kerak degan bo'lib boraman-da. Ertalab ishga ketayotganda ham xuddi shunaqa, ishni sog'inib, proyektlar bor anaqa degan narsa bo'ladi va buni men baxtli insonlardan bittasiman desam bo'ladi, chunki ikkala joyda ham xotirjamlik bor, ikkala joyda ham yaxshi ko'rasiz, ikkala joyda ham bo'lishni xohlaysiz. Endi oldin baribir tabiiy, misol uchun ishdan keyin uyga borasiz, hech nima yo'q, prosta uxlaysiz, bo'ldi, ketdingiz. Faqat ish bo'lgan xolos. Endi umumiy holat keladigan bo'lsa, menda o'sish bo'lgan. Menda misol uchun uylangandan keyin naborot fokus chuqurroq kirish boshlaganman. Loyihalarga, lekin bu degani men grafikim har kuni 7 da uyda bo'laman degani emas, yoki har kuni 8-9 ga uyga boraman degani emas. Ba'zi kech payti 12 da uyga boraman. Ba'zida aytaylik ishga bormayman, uydan ishlayman. Ba'zida umuman ishlamayman. Ya'ni bu yerda balans ushlash kerak va eng katta muammo bu yerda biz ish deganda ish vaqti bor, lekin ish sifati bor. Misol uchun ko'pchilik ishlayman deydi. Juda ko'p odam ofisda ertalabdan kechgacha o'tiradi. Kechasigacha o'tiradiganlar bor edi, lekin ishlamaydi. Telefon misol uchun o'tiradi, bundoq qarab turib reels ko'radi, 5 minut reels ko'radi, yana bitta o'tirgandan keyin yana xayol nimaga ketadi, YouTube'da video ko'radi, yana kimdir bilan telefon qiladi, gaplashadi, o'yin o'ynaydi-da. Bu ish emas. To'g'ri o'tiribdi, lekin ishlamayapti. Lekin aslini olib qaraydigan bo'lsa, biz kuniga maksimum 4 soat deep work qila olamiz. O'zim istalgan odam deep work deganda telefon hamma narsani yig'ishtirib, bitta joyda o'tirib, chuqur o'tirgandan keyin 4 soat bo'lsa, borib miya ishlamaydi bo'ldi. Mana miya to'xtaydi-da. O'zi 2 soat ham qiladigan insonlar juda kam. Bitta sohani ichiga bitta nima deydi, kontentda yoki bitta strategiyani ustida o'tirib ishlaydiganlar kam va agar biz ishimiz sifatini oshiradigan bo'lsak, vaqtimiz bemalol. Juda ham vaqtimiz bemalol, juda ham katta ishlar qilib tashlasak bo'ladi. Chunki men biladigan tadbirkorlar bor-da, misol uchun mana kecha bitta tadbirkor bilan gaplashdim. 6 ta joyda biznesi bor, 6 davlatda, 6 xil davlatda. Oilasi bor, farzandlariga juda chiroyli tarbiya beradilar. Ota-onalarini juda hurmat qiladilar. Uchrashuvlar hamma tarafi zo'r va tasavvur qiling, 6 ta joyga borib ishlab yuriladi-da. Ya'ni to'g'ri o'ta operatsiyonka deyyorlar, lekin ertalab Parijda uyg'onsalar, kech payt qayerdadir uxlaylar-da. Bu insonlar eplashyapti-ku. Ya'ni bu insonlar qanaqadir butun hayotini ishga bag'ishlab olmagan. Demak, buni balans ushlasa bo'ladi degan ma'noda biz prosta ishimizni sifatini qilishimiz kerak. Mana kimdir 1 soat vaqti bor uni. 1 soatda ham aytaylik, bilmayman, qanaqadir ish qildi. Kimdir 1 soat ichida juda katta, u bir haftada qiladigan ishni qilib qo'yishi mumkin. O'shaning uchun sifatiga qarash kerak deb o'ylayman. Menda ba'zi kunlarda bo'ladi, 3-4 soat ishlayman, bo'ldi, zo'r ishlayman, prям o'zim ko'nglim to'ladi, o'zimdan anaqa bo'laman, bo'ldi. Keyin banyaga borishim mumkin yoki o'sha bolalar qayerga borishim mumkin, shunaqa o'tkazaman kunni. Maqsad 10 soat o'tirish emas ofisda. Maqsad
zadachani bajarish bo'ldi. Zadacha kimdir 2 soat bajaradi, kimdir 10 soat bajaradi. Zo'r. Mana shu joyda mana deep work qilib, kunni kam soat ishlasangiz ham o'zingiz xohlagan o'sha kundan kutgan maqsadlaringizga erishish bo'yicha erishib, shunaqa qilib ishlayman deyapsiz. Bu narsani hozirgina distracted deymiz, chalg'ituvchi dunyo deydi. O'shanaqa holatda qilish qiyin. Shu narsani siz qila olishingiz uchun qanaqa o'zi samaradorligingizni, qanaqa qoidalaringiz bor o'zi kun davomida amal qiladigan? Misol uchun hozir xohlasa ham odam, misol uchun hozir hamma narsani, telefon, hamma internetlarni o'chirib, bitta xonada o'tirib, bitta vazifani bajarib bo'lmasam, o'rnimdan turmayman degan holatda ham nimadir chalg'itib yuboradi. Qanaqadir odam o'zi xohlasa ham qanaqadir ishga deep work qila olmay qoladi. Shunaqa holatdan siz chiqib ketib o'zingiz mana qisqa ishlasangiz ham o'zingiz xohlagan narsani qila olishingiz uchun qanaqa samaradorlik texnikalaridan bo'lishi mumkin? O'zingiz qanaqa prinsiplaringiz bor? Xo'p, birinchisi bu men kunning birinchi qismida deep work qilaman. Masalan uchun, mana ko'pchilik aytadi, men kechasi ish tugagandan keyin o'tirib ishlayman deydi. Endi bilmayman, men bu narsa qaysidir insonlarga to'g'ri kelishi mumkin, menga to'g'ri kelmaydi. Menda uyg'ongan paytimda miya svejiy paytda, ideyalar bor paytda va chalg'imagan paytda o'tirib bitta narsani ustida ishlash bu oson. Ya'ni qanaqadir strategiya yozish, qanaqadir uzunroq bo'lgan kontent yozish yoki bo'lishi mumkin, bilmayman, kazdevod qizish, muhim ishlar. Bu uchrashuv emas. Men iloji boricha, misol uchun, kunning birinchi qismiga uchrashuv belgilamay qo'yganman. Nimaga? Chunki eng katta energiyangiz kunning birinchi qismida bo'ladi va kunning birinchi qismida qanaqadir uchrashuvga sarflab qo'yadigan bo'lsangiz, keyin deep work qila olmaysiz. O'shaning uchun aytaylik 2 soat, 3 soat, endi men 4 soat deep work qilmayman, to'g'risi aytaman, 4 soat hali chiqmaganman. 2 soat, 3 soat bo'lishi mumkin, ba'zida 1 soat bo'lishi mumkin. O'tirib iloji boricha ofisga borsam ertaroq borishga harakat qilaman yoki kafelarda o'tiraman. Hech kim bo'lmaydigan tinch kafelarda o'tirib, chuqur yoki uyda bo'lishi ham mumkin, naushnik bilan o'tirib bitta loyihani ustida ishlanadi va zadacha qo'yiladi. Misol uchun men deylik, bilmayman, bitta YouTube'ga kontent yozish kerak. Bo'ldi, bu bitta zadacha va uni birinchi qiladigan ish shu. Bo'ldi, YouTube'ga kontent yozmagunizcha o'tirasiz yoki qanchadir muddat sarflaysiz, bo'ldi, yozmagunizcha o'tirasiz yoki strategiya qilishim kerak, men 2 soat ichida men bitta strategiyaga vaqt sarflayman. 2 soat boshqa ish nima bilan shug'ullanmayman. Men strategiyani bor o'tirib hali nima desa bo'ladi. Birinchi qismini yozmaslikka ulgurmasligim ham mumkin, lekin o'tiraveraman. Chunki men o'sha blok qilyapman vaqtimni boshqa narsaga chalg'imaslik kerak. Azizga beruvdilar Rahimov, anaqa o'sha birinchi maqola yozayotganlarida shunaqa qilgan ekanlar, bo'ldi. Kuniga yarim soat maqola yozishga sarflayman, de o'tirar ekanlar, ba'zi kunlar umuman yozmas ekanlar. Prosta o'tiradi, ideya kelmaydi, lekin yozilmaydi, o'tiraveradilar. Chunki vaqt o'sha sarflanishi kerak. Lekin bu boshqa narsaga ideya kelib qolsa, shunda YouTube'ga kirib ketsangiz, boshqa ishga bo'lsangiz, juda fokus qila olmaydigan odam bo'lib qolasiz. Shunaqa. Endi men o'zim juda bir qanaqadir time managementda kuchli, samaradorlikda kuchli odamni bilmayman, lekin harakat qilaman. O'shaning uchun agar nazariy tarafdan bo'lsa bor, men hozir zo'r aytib berishim mumkin sizga. Ya'ni ideal qilib aytib berishim mumkin. Bilaman qanaqa nazariyda ideal kun qanaqa bo'lishini, lekin men unaqa yashamayman. O'shaning uchun men o'zim yashaydigan kunni aytib beraman. Keyin uchrashuvlar bo'lishi mumkin. Ikkinchi qismida komandaviy uchrashuvlar. Misol uchun komanda bo'yicha mitinglar yoki qanaqadir komandadagi a'zolar bilan mitinglar, shu ish bo'yicha bu deep work emas, bu ham ish, bu ham miyangizda o'sha energiya ketadi, fikrlash ketadi, lekin katta anaqa talab qilmaydi. Ikkinchi qism, uchinchi qismida endi boshqa uchrashuvlar. O'rtoqlar bilan uchrashuv, konsultatsiya yoki qanaqadir hamkasblar bilan uchrashuv. Bu yerda odam charchagan bo'ladi, bu yerda qanaqadir deep work shart emas, bu yerda miyangizda yangi kreativ nimadir kashf qilishingiz shart emas. Bor bilimingizni kimgadir ulashasiz, kimgadir tushuntirasiz yoki prosta chill qilasiz. Bu yerda anaqa yo'q. Nima deydi? Normal holat. Lekin o'sha chill ertalabga qo'yib qo'ysangiz bor, keyin miya charchaydi, deep work qila olmaysiz. Menda shunaqa formatda ishlaydi va kunimga maksimum 2 ta katta zadacha qo'yaman. Va taxminan 4 ta 5 ta kichkina zadacha. To-do degan program ishlataman. Bo'l, men kuniga misol uchun 10 ta narsa qilmayman, aytaylik. Men bugun kazdev o'tkazishim kerak. Men bugun aytaylik raqobatchilar analiz o'tkazishim kerak. Men bugun 10 ta sazon qilishim kerak degan ko'p zadachalarni qo'ygan holatlarda qilinmaydi hech qaysingiz. 10 ta zadacha qo'ysangiz, bittasi ham qilinmaydi. Lekin 2 ta zadacha qo'yadigan bo'lsangiz katta, o'shani qilaman, bo'ldi. Qolgani mayda 3-4 mayda zadachalar bo'ldi. Chunki aslida bizning vaqtimiz ko'p-da. Ya'ni bir haftalikni oladigan bo'lsak, bir haftada juda katta ish qilib tashlasak bo'ladi. Lekin bizning nima deydi? Bitta paytda samarador bo'lishim kerak deb turib, o'zimizni qiynab, uxlamasdan, u yoq bu yoq organizmni ham charchatib
ishlaymiz-da, keyin burnout bo'lib yuradi. Yo'q bo'lib qolib, misol uchun nimasi bo'ladi, ishlagingiz kelmasdan undan ko'ra ham ishla, ham vaqt ajrat o'zingga. Chunki tanani biza o'zi haqqi bor birinchidan. Ikkinchidan chidamaydi agar faqat ishlaydigan bo'lsangiz, dam oltirmasangiz, ozgina anaqa bo'lmasa kreativ ham bo'lmaydi, ishlay olmaysiz ham. O'shaning uchun menda har doim sport bor, futbol bo'lsin, sport bo'lsin, har doim misol uchun banya bor, uchrashuvlar bor va buni men samaradorligim uchun, ishimni effektivniy bo'lishi uchun hisoblayman. Zo'r, men shu joyda bitta gapingiz bo'laman. Anaqa men shu narsani time management degan anaqa bor, energy management degan tushuncha bor. Ko'pchilik bor fokusni aytganingizdek time managementga qaratadi, vaqtini to'liq anaqa qiladi, lekin bizda ko'radigan bo'lsangiz hammada bir xil vaqt bor. Hozir misol uchun men tadbirkorlik misolida aytdingiz, hammada bir xil vaqt bor, lekin hamma har xil narsa qiladi. Men shu energy management degan narsani aytyapsiz, misol uchun futbol, banya bo'lishi mumkin. Bu narsani energiya beradigan narsalarni odam o'zi siz qanaqa qilib topgansiz o'zingizda. Misol uchun juda ham ko'p ish bilan samarador ishlashi kerak bo'lgan odamlar, media sohasidagilar, biznes egalari qanaqa qilib o'ziga topsa bo'ladi. O'sha o'zingizni tajribangizni ulashsangiz. Zo'r. Bu siz aytaylik shunaqa narsa bo'lishi kerak, yaxshi ko'rishingiz kerak. Mana kimdir chiqib, misol uchun aytaylik, mana kimdir storiesga qo'ygani uchun, kimdir prosta chiroyli bo'lgani uchun shug'ullanish kerak emas. Misol uchun aytaylik, men futbolni nima deydi? Pul bermasa ham o'ynayveraman. Men futbolni charchagan bo'lsam, futbolga chaqirsa futbolga borishim mumkin. Yaxshi ko'raman va nima deydi? Menda shunaqa. Lekin bu degani hamma futbol yaxshi ko'radi degani. Misol uchun siz futbolni yaxshi ko'rmaysiz, meni bilishim bo'yicha, va sizga energiya bermaydi bu narsa. Naborot, siz energiyangizni olishi mumkin-da. Misol uchun menga qaysidir sportlar shunaqa, menga energiya bermaydi, energiyam olishim mumkin va bu narsaga bormayman. Qilayotganda odam prям shu darajada kirishib ketish kerak, bo'ldi, uzilish kerak, miya uzilib dam olgan bo'lish kerak. Lija ham xuddi shunaqa. Masalan, men lijaga borganda charchayman, tana charchaydi, lekin ruh dam oladi. Juda maza qilasiz, yengitdan anaqa bo'lish boshlaydi. U uchun nima qilish kerak? Borib ko'rish kerak. Endi hech nima qilmagan odam ham zalga borsin, misol uchun suzishga borsin, futbolga borsin, padalga borsin, tennisga borsin, banyaga borsin, lijaga borsin, ko'rish kerak. Qaysi birida o'zi maza qiladi. O'zi maza qilish boshlagandan keyin o'shalarni tanlash. Menda spiskasi bor, masalan 20 tacha o'zim energiya beradigan narsalar bor-da, ya'ni ular men nimadir energiya tushayotgan paytda, qanaqadir burnout bo'lgan paytda bilaman, sразу o'shani qilishim kerak bo'ldi, misol uchun. O'shani qilaman, bo'ldi, sразу yana energiya ko'tariladi. Aytasiz-ku, biz rostdan vaqtimiz ko'p va vaqtni boshqarishdan ko'ra energiyamiz boshqarish muhimroq-da. Energiya chegaralangan. Ba'zi bor aytadi, o'ylashi ham mumkin-da, misol uchun ko'rishaylik deydi, gaplashaylik deydi, mana bunaqa qilaylik. Ajrata olmaysiz qaysi paytda. Nimaga? Chunki 1 soat vaqtni berishda muammo yo'q. Misol uchun 1 soat energiya berishda muammo. Ya'ni o'sha 1 soat energiya bu sizni chuqur ishlashingizga, qaysidir loyihangizni ketkazishingizga yordam beradi. 1 soat misol uchun uxlab o'tkazish bu sizga energiya beradi-da. Ya'ni solishtiradigan bo'lsa, ba'ziga o'ylash mumkin-da, shuncha vaqt bo'lsa, misol uchun ovqatlanadi qayerdadir, baribir qayerdadir misol uchun yuradi. U yurish paytida biz dam olamiz yoki ovqatlanish paytida miya dam oladi-da. O'shaning uchun bu narsani to'g'ri qabul qilish kerak. Zo'r. Hozir tak. Keyingi savolim, misol uchun mana bundan 5 yil oldingi Humoyun deylik. Hozirgi holatingizda erishgan natijalaringiz qanaqadir, hozirgi qilayotgan ishlaringizni shunaqa deb maqsad qo'yganmisiz? Birinchi savolim. Bu narsa mana maqsad qo'yishda biz uzoq muddatli maqsad qo'yishimiz kerak. Ya'ni strategik biz to'g'ri yo'lga boramizmi, yo'qmi? Ko'pchilik aytadi, misol uchun men qanaqadir vaqtincha nimadir ish qilib turay, keyin men bu yo'limni topib olganimdan keyin qanaqadir maqsadimni o'zim asosiy boradigan joyimga boraman degan narsani qo'yadi-da. Shu siz maqsad qo'yayotganda nima narsalarga e'tibor berasiz? Ko'proq strategik fikrlash uchun, o'shanaqa fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish uchun nima narsalar yordam bergan? Zo'r savol bo'ldi. Kakras yil oxiri ko'pchilikga qiziq bo'lishi mumkin. Menda maqsad qo'yayotganda o'sha 5 yil avval deylik maqsadlar qo'yganman. Misol uchun aytaylik uy, mashina, materialniy narsalar hammasiga Xudoga shukr erishganman. Misol sayohatlar, u yoq bu yoq narsalar bo'lsin, deyarli hammasiga, misol oila, farzandlarga ham o'sha erishganman, yozilgan menda maqsadlar. Lekin sohaviy maqsadlarim o'zgarib ketgan. Chunki men
5 yil avval aytaylik biznes klassik biznesga kiraman degan niyatim bo'lgan. Marketingga kiraman birinchi, marketingdan keyin o'zimga mos bo'lgan bitta biznes tanlaymanda, o'sha bo'yicha ketaman. Hozir ham shunaqasida. Misol uchun bu tadbirkorlik, zapuskda ham komanda ishlaydi, katta misol uchun riski bor, katta anaqasi bor. Bu yo'nalish tanlamaganman. Misol uchun men aytaylik, kiyim bo'yicha biznes qilishni reja qilganman. Kiyim yaxshi ko'rardim, katta maktab qilsa bo'lardi va shu narsani reja qilganman, o'zgarib ketgan. 3 ta narsa bor, 3 xil maqsad bor. Birinchisi bu uzoq muddatli maqsad, ikkinchisi o'rta muddatli maqsad, uchinchisi qisqa muddatli maqsad. Menda uzoq muddatli maqsad bor, uzoq muddatli maqsad va qisqa muddatli maqsadlar bor. Menda o'rta muddatli maqsad yo'q. Nimaga? Uzoq muddatli maqsad qanaqa desa, bu umringiz oxirigacha yoki missiya desa ham bo'ladi, shu uzoq muddatli. Ya'ni aytaylik, men Humoyun 60 yoshda nima qilayotgan bo'lish kerak? Humoyun 60 yoshda qanaqa bo'lish kerak? Menda 60 yoshimda, misol uchun, endi o'zimga yarasha anaqalarim bor, nima qilayotgan bo'laman, qanaqa odamlarga yordam berilgan bo'ladi. Misol uchun, men 60 yoshimda ishlayotgan, o'zimni Xudo umr beradigan bo'lsa, ishlayotgan qilaman. Misol uchun, dam olib, qatladir yotgan emasda, konkretni 60 yoshli ishlayotgan odamlarni ko'rsam, men havas qilaman-da. Energiya bor, odamlarga yordam beryapti, ishlayapti, jamiyatda anosi bor holatda tasavvur qilaman. Men ta'limda ko'proq tasavvur qilaman o'zimni. Misol uchun qanaqadir xulq taraflama, farzandlik, shunga o'xshagan narsalar bor. Bu ko'proq odamning missiyasiga borib taqaladi. Endi 2-3 yillik maqsad qo'ymayman. Nimaga? O'rta muddatli maqsadda bular yoki 1 yillik maqsad bo'lishi mumkin. Chunki shunaqa darajada tez o'zgaryapti zamon. 2 yil avval, 3 yil avval zapusk bormidi? Deyarli yo'q edi. Ya'ni zapuskda bunaqa kelajak bor, bunaqa o'zgarishlar borligini hech kim bilmagan. Yoki hozir AI misol uchun. AI qanchalik o'zgartirib yubordi. Hozir misol 2 yil avval kimdir men AI mutaxassis bo'laman degan narsani, sun'iy intellekt bo'yicha mutaxassis bo'laman degan narsani xayoliga ham keltirmaganda. Chunki bu yo'q edi o'zim olganda. Lekin hozir misol uchun 1-2 yildan keyin AI mutaxassislariga talab eng katta bo'lib ketishi ham mumkin. Hozir ham talab katta. Zamonning o'zgarishi juda tezlashib ketgan. Oldin bitta televizor anaqa yaratilgan paytda keyingi kompyuter yaratilishigacha muddat juda katta bo'lgan. Yoki mashina yaratilgandan keyin yana nimadir keyingi ixtirogacha muddat 50 yillab, 100 yillab bo'lganda, hozir 2 yil, 3 yil. Misol uchun internet kirdi, internetdan keyin yana AI kirdi, robotlar kirdi. Bu juda tezlashib ketyapti. Biz bilmaymiz. Hozir 2-3 yilda shunaqa oldimizda imkoniyat bo'lishi mumkin. Shunaqa yangi eshiklar ochilishi mumkin va bu odam tayyor va moslashuvchan bo'lishi kerak deb hisoblayman. O'shaning uchun menda 2-3 yil yo'q bo'lmay ketaman, mana shunaqa qilaman, 2-3 yildan keyin biznesim oborot mana bunaqa bo'ladi degan narsa yo'q. Bizning yo'nalish bo'lgani uchun. Agar men Coca-Cola egasi bo'lganimda yoki klassik biznesim bo'lganda, men aniq qo'ygan bo'lardim. 5 yillik strategiyamiz. Kompaniyamizda 5 yildan keyin 500 ta xodim bo'lish kerak. Mana bunaqa oborotga chiqishimiz kerak. Bizning klassik emas. Biz 1 yildan keyin biznes model o'zgarishi ham mumkin. Ya'ni model deganda instrumentlar, komandani kichraytirishimiz mumkin, kattalashtirishimiz mumkin va bu moslashib ketish eng muhim ko'nikma deb o'ylayman. Zo'r. Men shu joyda ikkita narsa borda. Misol uchun, maqsad qo'yganda moslashish kerakligi bitta masala, lekin bu narsani ikkinchi tomondan olib qaraganda o'zini qanaqadir bir uzoq muddatli borish kerak bo'lgan yo'li borda, lekin shiny object syndrome degan narsa bor. Ya'ni o'zini maqsadi qolib turib, qanaqadir trendlar aytganingizdek tezlashyapti. Biz adaptiv bo'lishimiz kerak, lekin shu bilan birga bizani chalg'itadigan narsalar va vaqtincha narsalar tez chiqib xayolimizni tortishi mumkin. Bu ikkalasini qanaqa farqlash mumkin? Bu yerda mana oddiy narsa o'tirish kerak, ozgina prosta tafakkur qilish kerak odam. Ya'ni bu narsa menga kerakmi, yo'qmi deganda, misol uchun o'tirib, polni sal chuqurroq qilish kerak. Bitta internetda qanaqadir kasb ko'rib qolsa bo'ldi, bu shu sohaga borishim kerak ekan degan narsa bo'lmasligi kerak. Endi mana yosh bo'lsa, mana aytaylik 17, 18, 16 yoshli odam bo'lsa, bor, hamma narsa qilib ko'rish kerak. Meni fikrim, xohlagan sohasiga o'tib ko'rsin, xohlagan sohasini tez qilib ko'rsin, o'zini topib olish uchun. Ya'ni bo'ldi, 17, 16 yoshmanmi, men bitta soha ushlashim kerak, polni oxirigacha ketishim kerak. Yo'q. Ya'ni o'zinikini topgungacha, mana kimdir topishi mumkin. Masalan, 16 yoshida bo'ldi, menga montaj yoqdi, men montaj ushlayman, oxirigacha ketaman. Bo'ldi, zo'r montaj ushlash kerak, oxirigacha ketish kerak. Endi mana bunaqa odamlar haqida gapirasiz. Masalan, ko'ryapti, pul topyapti, qanchadir aytaylik $500 qanchadir topdi-da, qarasa bitta soha
o'syapti. Yoki ko'rsatyapti, zo'r ketayotganligi va bo'ldi o'sha sohaga o'taman degan insonlar haqida gapiryapsiz. Bu yerda endi odam o'tirib tafakkur qila olishi kerak. O'tirib misol uchun aytaylik, men mana shu sohadaman. Kirganimga aytaylik 3 oy bo'ldi. 3 oyda yoki 6 oy bo'ldi, $500 topyapman. Bu soha, men bu sohaga o'tsam qancha muddatim yo'qotaman? Chunki men tam 6 oy tajriba yig'dim, mana bunaqa bo'ldi. Endi bu sohaga o'tib, men 6 oy yana risk qilishga va 6 oydan keyin bu pul keladimi yo'qmi? Men tayyormanmi yo'qmi degan savol berish kerak. Menga to'g'ri keladimi yo'qmi? Gaplashib ko'rish kerak odamlar bilan. Sal aniq qilish kerak. Sirazi trend orqasidan quvib ketish kerak emas. Va tabiiy anaqa qilish kerak. Karyera bo'yicha maqsadlar qo'yish kerak. Karyera bo'yicha misol uchun maqsadlarda aytaylik o'sha 1 yillik maqsad bo'lishi mumkin. Bir yilda men $3000 daromadga chiqishim kerak. Lekin bu $3000 daromadga chiqishim kerak asosiy e'tibor qaratadigan narsasi bo'lmasligi kerak. Asosiy e'tibor qaratadigan narsasi bu hozir nima ish qilishim kerak. Keyingi haftaga nima ish qilishim kerak. Yoki men bugun nima ish qilishim kerak degan narsa bo'lishi kerak. Nimaga men qisqa muddat, o'rta muddatli maqsad kerak emas deyapman? Odam o'rta muddatli maqsadni chalg'itib qo'yadi-da, ertangi kunga qiladigan ishini yo'q qilib qo'yadi. Ya'ni 3000 daromadga chiqishim kerak degan odam ertaga nima ish qilishim kerak degan zadachani qo'ymaydi oldiga. Lekin mana bitta aytaylik SMM mutaxassisi yoki targetolog maqsadi shunaqa bo'lsa-da, bo'ldi. Men maqsadim proyektlarim 5 ta ko'paytirish yoki ikkita proyektim bor, o'shani 3 oyda ichida yoki 2 oyda ichida 5 ta olib chiqish. Bo'ldi. Uni butun fikri xayoli 5 ta olib chiqishda bo'lish kerak. Ertaga 5 ta olib chiqishim uchun nima qilishim kerak? Men o'zimga target yoqishim kerak. Men har kuni bittadan перегород qilishim kerak. Mana qanday qilishim kerak degan narsa qisqa bo'ladigan bo'lsa, har kunlik zadachasi bo'ladi, har kun ishlaydi. Lekin $3000 daromadga chiqishim kerak 1 yildan keyin desa bor, 700 topayotgan odam 11 oydan keyin o'sha maqsad bilan yuraveradi. Qaradi, misol uchun mana yil oxiri keldi, hamma ochib qarasa, necha foiz maqsadiga erishdi. Ko'pchilik erisha olmagan, chunki ko'pchilik yozganda maqsadni keyin qaramagan ham boshqa. Xayolning o'zida-da. Lekin o'sha ertaga qiladigan ish, indinga qiladigan ish bo'ladigan bo'lsa, bu bizga ko'proq yordam beradi, ko'proq aniq qiladi. Chunki chalg'itib qo'yadi-da, bizlarni ishlashdan to'sib qo'yadi bu narsa. Zo'r. Men shu yangi sohani tanlash bo'yicha, misol uchun aytdingiz, yosh vaqtida ko'proq narsani sinab ko'rsa bo'ladi. Endi men shu yangi qaysidir bitta sohani aynan hozir endi biz gaplashayotganimiz media marketing sohasidagi istalgan yo'nalish bo'lsin, qaysidir bitta sohani hamma narsani sinab ko'ryapti yoki sinab ko'rish shansi bordi. O'sha meni soham degan narsani odam qachon biladi, qachon his qiladi, bo'ldi, men shu soha bo'yicha ketaman. Bu men uchun ekan degan narsa va men ko'radigan narsa nimaga men shiny object syndrome haqida gapirdim. Ana u trendlarga ergashib o'zini yo'ldan chiqib ketishi. Misol uchun bolalar bor, men ko'rganman, qanchadir tajriba qilib, qanaqadir fundament qurgan, ozgina qolganda, momentum degan narsa qanchadir vaqt juda faillar yoki umuman rezultat ko'rmasdan turib berish kerak bo'lgan vaqti bo'ladi. Lekin u narsani ular tushunmaydi. Tashqaridan qaraganda qaysidir sohada, boshqa bitta sohada kimdir ulardan tezroq natija qilib qo'ydi. Ularning yoshidagi bola misol uchun mashina oldi, dadasiga mashina sovg'a qildi yoki shunga o'xshash qanaqadir finansiy yutuqlarga erishsa, men demak noto'g'ri yo'ldaman deb o'ylaydida, boshqa sohaga o'tib ketadi. Shu narsani odam qaysidir sohani tanlayotganda o'zini sohasiligini qayerdan biladi va o'zi qancha muddat turib berishi kerak boshqa sohaga o'tib ketishdan oldin. O'zini sohasini ligini qayerdan biladi desa, menimcha, meni fikrim bo'yicha bu yaxshi ko'rishdan. Misol uchun, mana aytaylik keldi, nimadir ish qilyapman. Kimdirlar kontent qilish yaxshi ko'radi. Bilaman. Kontent qilish unga ideya keladi, u maza qiladi, unga energiya beradi va o'sha narsada charchamaydi, zerikmaydi. Kimdirlar hisob-kitob, target degan raqamlarni o'shani ichiga kirib ketsa maza qiladi. Kimdirlar montaj qilib o'tirsa maza qiladi. Kimdirlar gapirsa maza qiladi. Ya'ni u o'zi qilayotgan ishi zeriktirmasligi kerak. Eng muhimi, pul olib kelishi bu ikkinchi darajali. Ya'ni misol uchun istalgan yoqtirmagan ishdan ham odam pul topsa bo'ladi-da, lekin u maza o'sha men qilayotgan ishim, ya'ni menga nima deydi, maza qilyapmanmi? Misol uchun aytaylik, bundan 10 barobar pul olib kelishi mumkin bo'lgan ish bor, lekin maza qilmaysiz desa, u ish tanlamasligi kerak. Oddiy misol qilib aytaman, men aytaylik
bizada mana tam zapusk bilan shug'ullanamizda. Ko'pchilik aytadi, qurilish bo'yicha nimaga zapusk qilmaysiz yoki men qurilishda katta summa ishlayapti, shogirdlaringiz menimcha summa ishlayapti, nimaga kirmaysiz? Men maza qilmayman. Men misol uchun qurilish ozgina bildim. Xo'p, bu 1 yildan oshdi, 1,5 yil bo'ldi. Ko'rdimda menga yoqmadi. Ya'ni tabiatimga to'g'ri kelmadi. Misol uchun men uchun ta'lim to'g'ri bu qiyin pul topish. Endi qurilishga nisbatan qiyinroq bo'lishi mumkin. Ancha nima deydi? Etaplardan o'tishingiz kerak. Nima desa bo'ladi? Bu narsa lekin menga yoqadi mana shu narsa. Misol uchun menga dars berish yoqadi, menga o'qitish yoqadi, programma ustida ishlash yoqadi va mana shu narsa menga kayf beryaptimi, demak o'shani qolishim kerak. Men o'zim yoqtirmagan ishda ishlab, o'sha undan 10 barobar ko'p pul topganimdan ko'ra, men yoqtirgan ishimda kamroq topganim yaxshi. Lekin kam topmaydi hech qachon. Odam yaxshi ko'rgan ishida kam topmaydi. Chunki unda bo'ladi-da, birinchidan super power bo'ladi. Ya'ni qolganlardan ko'ra kuchli tarafi u nima deydi, yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rgandan keyin ko'proq ishlaydi, ko'proq vaqtini sarflay oladi. Ko'proq vaqtini sarflagandan keyin tabiiy u natijasi ham yaxshiroq bo'ladi-da. O'shaning uchun yaxshi ko'rish, men o'ylayman, eng katta filtr bo'lishi kerak deb o'ylayman. Istalgan sohada, men misol uchun aytaman, istalgan sohada eng zo'r bo'lgan odamlar boshqa sohadagi 90% dan yaxshi bo'ladi. Misol uchun eng zo'r targetolog, misol uchun olaylik, zo'r targetologlar boshqa istalgan mediadagi sohadagi o'sha 95% dan ko'proq pul topadi. Ya'ni zapuskchilarning 95% dan ko'p pul topadi, marketologlarning 95% dan ko'p pul topadi, videograflarning 95% dan ko'p pul topadi. Xuddi shunaqa, eng zo'r videograflar 95% boshqalardan ko'ra ko'p pul topadi. Bo'ldi, muammo yo'q. Qaysi sohani tanlasang, lekin eng zo'ri bo'ldi. Eng zo'r bo'lib vaqt kerak, aytganingizdek, ozgina vaqtdan o'tib berish kerak. Endi bu vaqt qanchaligini men bilmayman. Misol uchun kimdadir 6 oy, kimdadir 1 yil bo'lishi mumkin, kimdadir 3 oy bo'lishi mumkin. O'sha vaqtdan o'tib berish kerak va keyin anaqa bo'lish kerak. Keyin asosiy etaplar ko'rinishi boshlaydi. Zo'r. Mana o'sha turib berish kerak bo'lgan vaqt qiyinchiliklar deyapmiz. Misol uchun o'zingizda shunaqa holatlar bo'lganmi? Misol uchun ko'pincha, misol uchun mana mediada sizni faqatgina o'sha yutuqlaringiz bilan qaror qabul qilishi mumkin-da, lekin shuni oyna ikkinchi tomoni deb aniq qaraydigan bo'lsak, qancha sizda misol uchun ko'pchilik aytadi, qanaqadir bitta odamni muvaffaqiyatini, sohadagi natijasini, ekspertligini ko'rsa, undan oldin ko'proq fail qilgan, ko'proq narsani sinab ko'rgan degan narsaga sizda shu holat qanaqa bo'lgan? Menda ta'limga kirishimdan oldin men ko'p yo'nalishlarda marketing qilib ko'rganman. Masalan, marketing, SMM lar qilib ko'rganman. Tushunganman, yoqmagan menga. Masalan uchun qilyapman, qaysidir yo'nalishlarda menga yoqmagan, men maza qilmaganman. To'g'ri, yaxshi pul to'lashadi. Yaxshi, oson ishi. Lekin yoqmagandan keyin ta'limga kirganman. Endi men to'g'risini aytaman, plyus tarafim ko'p chalg'imaganim bo'lgan. Men aniq misol uchun anaqalarim bo'lgan, aytaylik, yo'l tanlagan menga qiziq emas. Hozir ham misol uchun kimdir qaysidir aytaylik, meni yoshimda meni 12 kattalar yoki qanaqadir tez o'sib ketayotgan soha trendlar menga umuman qiziq emas. Yoki hozir kimdir chiqib, "Voy, mana aytaylik, trading yoki nimadir yengilcha narsasi chiqibdi, zo'r omadini bersan, qilaversin. Meni ishim boshqa, meni yo'nalishim boshqa, meni anaqam boshqa." Hozir Humoyim misol uchun hozirgi holatimda aytaylik 10 barobar kam pul topayotgan bo'lganimda men maza qilib ishlayotgan bo'lardim. To'g'risini aytaman, maza qilib ishlayotgan bo'lardim, chunki qilayotgan ishim menga yoqadi. Qaysidir payt bo'ladi, pul topasiz, lekin endi bu aniq tuyulishi mumkin, nima desa bo'ladi. Gapirishga oson deb tuyulishi mumkin, lekin ochiqda qilayotgan qaysidir loyihada pul keladi, u pulni qayerga ishlatishni ham o'ylamayman hamda ba'zi holatlarda. Menga protsess o'zi qiziq. Jarayon, rezultat, anaqa o'shani o'zi qiziq, pul o'zi tabiiy kelaveradi-da. Shunaqa, endi meni holatimda men 10 ta narsaga boshim urib ko'rganman, 10 ta narsa o'xshamaydi, unaqa narsa bo'lmagan. Shunaqa bo'lib qolgan. Aksariyat odamlarda lekin qilib ko'radi, u yoq bo'ladi, etaplardan o'tish kerak bo'ladi. Menda nisbatan osonroq bo'lgan. Bitta etapim bo'lgan. Ya'ni bitta etap aytaman, o'sha birinchi Cambridge ishlayotgan paytimda marketingda men kam pul topganman. 4 million bo'lgan marketing bo'limi rahbari sifatida 4 million olganman. Lekin o'sha paytda men uchun bu bilardim juda katta tajriba. Men misol uchun 4 million olmayapman, men juda katta tajriba, juda katta maktab olyapman. Ya'ni u maktabga borib, misol uchun 40 million berib ham ola olmasligingiz mumkin-da. O'sha paytda men anaqam bu
yo'q, men chalg'ib, voy mana endi tezroq pul topishim kerak, chiqib ketib bunaqa narsa bo'lmagan. Men chiqib ketayotganimning sababi pul bo'lmagan. Ya'ni chiqib o'sha Cambridgedan ketayotganimda ham Jahongir aka bilan gaplashganmiz. Sababi bu men o'sishim kerak bo'lgan va o'sish uchun ketganman. Ya'ni pul bo'lmagan o'tda sabab. Demak, 1 yil ishlab berganman o'sha 4 million so'mmaga. Demak, o'sha yerda ozgina sabr qilganman desa ham bo'ladi. Keyin o'sha menda asosiy o'sha Cambridge men uchun bu anaqa bo'lganda, Oscar olib bergan bo'ladi. Hamma aktyorlar Oscar olib bergan kino bo'lsa, meni o'sha Oscar olib bergan proyektim bo'lgan. Natijalar juda zo'r bo'lgan, katta proyekt, katta tajriba, katta bilim. Siraz boryapman, keyingi proyektim tam $1000 olman. 4 milliondan keyin $1000 ko'tarilyapti. O'sha keyin 2000 shunaqa o'sish bo'lib ketgan. Xuddi shunaqa katta keys, katta proyekt, qaysi paytda shogird bo'lasiz, qaysi paytda pul olmaysiz, qaysi paytda yordamchi bo'lasiz, lekin sizga u Oscar olib beradigan bo'lishi kerak, proyekt bo'lishi kerak va katta tajriba olish kerak. Hozirgi ko'p media sohasiga kirayotganlar pulni birinchi o'ringa qo'yadi, unaqa qilmaslik kerak. Ya'ni pul bo'lishi kerak, tabiiy pul bo'lishi kerak, lekin katta keys bo'lmasdan turib katta pul topishga harakat qilmaslik kerak. Katta keys bo'lsa, keyin harakat qilish kerak va u sizga compound bo'lib pulingiz ko'payib xizmatlar ko'payib ketadi. Zo'r. Demak, katta case tajriba yig'ish uchun qaysidir holatlarda, qaysidir momentda kamroq oylik bo'lsa ham, ish ko'p bo'lsa ham, stress ko'p bo'lsa ham, qanaqadir odam xato qilsa ham o'tirish kerak, o'sha narsani o'ziga olib, keyin bu narsa keyingi anaqa qadamlarida lokomotiv bo'lib beradi. Shunaqa. Men zo'r prinsip bor-da. Ikkita variant turibdi. Misol uchun ikkita loyiha turibdi. Deylik, men 5 yil avvalgi Humoyun bo'lganda yoki 4 yil avvalgi Humoyun bo'lganda ikkita loyiha tursa, bittasi oson ishlash, bittasi qiyin. Men qiyin tanlayman. Hozir ham misol uchun mana sotuvimizda ikkita narsa turibdi. Ikki xil instrument bor. Aytaylik, bitta instrument bor, klassik, hamma biladigan, hamma qiladigan va oson instrument. Bitta instrument bor, bu qiyinroq, uzoqroq muddatda natija beradi va uzoqroq muddatda lekin katta natija beradi. Men qiyin tanlayman. Nimaga? Chunki osonni hamma tanlaydi. Osonini hamma tanlaydi va hamma kiradi osoniga. Lekin qiyinni odamlar tanlamagandan keyin uzoq muddatda qiyinni tanlagan odam yutib ketadi. Ya'ni proyekt turibdi, xuddi shuna 5 milliondan to'laydi. Target proyekt deylik, 5 milliondan to'laydi. Bittasi target proyekt bu ishlab chiqarish, qanaqadir konkurent yo'q, shunda target yoqib berasiz, qaramasangiz ham pul olib kelaveradigan proyekt. Bittasi bor tam konkurensiya juda katta, sizdan juda katta talab qiladi, xalqaro proyekt deylik, qanaqadir xalqaro proyekt yoki startap bozorga kiryapti. O'shani tanlash kerak. Qiyinini. To'g'ri, bu yerda stress katta, bu yerda sizga juda qiynalib ishlaysiz, bu yerda oson pul topsangiz, bu yerda ham qiynalasiz, lekin shu narsa sizni o'stiradi. Qiynalib, qanaqadir konkurensiyadan o'tib, etaplardan o'tganingizdan keyin mana shu narsa sizga ertaga, bu ham 5 million topdi, bu ham topdi, ikkalasining ham puli baribir ketadi, ishlanib ketadi, lekin tajriba kimda ko'proq bo'ladi? Boshida yosh bo'layotgan, hozir ham misol uchun biz yoshmiz, tajribani ko'proq yig'ishimiz kerak, manaqadan ko'ra, faqat pulni o'zidan ko'ra. Ayniqsa boshlang'ich etapda. Ikki xil variant turibdimi? Bu prinsip istalgan holatda. Ikki xil ish turibdimi? Misol uchun qiyinni tanlash mana ikki xil yo'li bor. Liftdan 5-darajaga chiqish bor. Liftda chiqish oson, anaqada chiqish, zinada chiqish qiyin. Qiyin tanlash foydali. Nimaga? Sog'lig'ingizga foydali. Men endi liftda chiqaman, qiyin tanlash foydaliroq bo'ladi. Xuddi shunaqa qanaqadir zadacha bor, qiyini doim foydali. Odatda shunaqa bo'ladi va u sizni ko'proq o'stiradi. Zo'r. Men Cambridgedan aytaylik, o'sish uchun ketganman dedingiz. Mana juda ham ko'pchilik bilan men gaplashganimda, qaysidir sohada yoki qaysidir ishida o'sishdan to'xtab qoladi. Biladi o'sishdan to'xtab qolganini, lekin o'sishi uchun nima qilish kerakligini, keyingi qadam qanaqa bo'lishi kerakligini har doim ham bilmaydi. Ya'ni o'sha misol uchun mana 1 yil ishlagan bo'lsangiz, qaysidir momentda o'sish nuqtangiz boshqa joydaligini yoki o'sishdan to'xtab qolganingiz, yana ham ko'proq risklarni, mas'uliyat olishingiz kerakligini tushungansiz. Juda ham ko'pchilik mana shu narsadan patologga tegib qoladi, lekin o'sha patologni teshib o'tib keta olmaydi. O'shanaqa vaziyat o'zi o'sishi kerakligini odam qachon biladi va ba'zida o'sish kerakligini bilgan holatda ham o'sish uchun keyingi qadamda nima qilish kerakligini bilmaydi. Shunaqa mavhumlik bor paytda, mana sizda hozir o'tib ketib bo'lgandan keyin orqaga qarasa hamma narsa aniq. Lekin o'sha momentga qaytadigan bo'lsa, u yoqda sizda tanlovlar, mavhumliklar ko'p bo'lgan. Siz hozir qaysi to'g'ri qarorlarni qabul qilganingiz uchun orqaga qaraganingizda aniq. Mana shunaqa mavhumlik bor paytida o'sishi uchun odam nima qilishi kerak? Zo'r. Birinchisi qayerdan bilsa bo'ladi to'xtab qolganimni deydigan savolga men qayerdan bilyapman?
ko'zimni pirpirash yo'qolib qolganligidan bilganman. Hazil bu albatta ish paytimizda o'sha Cambridgeda juda katta o'sish etganimda stress katta bo'lgan. Har doim ertalabdan kechgacha stress deganda bu yaxshi stress. Kimdir siz anaqa qilmaydi, o'sishga, o'rganishga, yangi narsa, konkurensiya ko'paytirish keraklikni oshirish kerak. Men ko'zim pirpirab qolardi. Bu keyin bilganman, o'sha nervlardan bo'lar ekan, stress ko'p bo'lsa, mana shunaqa bo'lar ekan. Keyin shu narsa yo'q bo'lib qolgan, prям boryapman, ish normalniy, hammasi yaxshi ketyapti, qanaqadir anaqa ko'rmayapsiz-da, katta zadachangiz yo'q. Borasiz, ishga borsangiz katta, prям miyangizni ishlatadigan zadacha yo'q bo'lsa, demak siz to'xtadingiz. Har doim shunaqa katta zadachangiz bo'lsa, u problema emas, u qanaqadir oilaviy yoki finansiy problema nazar tutmayapman. Katta zadacha bu ishi bo'yicha katta zadacha. Yangi qanaqadir varonka ishlab chiqish, yangi nimadir qilish bo'lishi mumkin. O'shanaqa zadacha yo'q bo'ladigan bo'lsa, demak o'sishdan to'xtagan bo'lasiz va u paytda o'sha eng to'g'ri qaror bu ketish kerak. Yoki katta zadacha olish kerak. Masalan, aytib, "Yo, men yana qo'shimcha olmoqchiman, yana yoki mana narsani ham beringlar, bundan qilinglar" deb turib kattaroq zadacha olish kerak. Yoki kattaroq zadacha bor bo'lgan joyga borish kerak. Mashda anaqa bor desa ham bo'ladi. Endi uni qanaqa bo'ladi desa, men общий formulani bilmayman. Ya'ni hammaga to'g'ri keladimi yo'qmi bilmayman. Menda nima bo'lgan? Menda o'sha finansiy maqsadlar bo'lgan. Masalan, men aytaylik 10 ming daromadga chiqmoqchiman. 10 ming daromadga chiqishim uchun men bilganman, o'sha paytda naimda hech kim 10 ming to'lamaydi. Qaysidir endi to'lashi mumkin. Xalqaro kompaniya uchun siz 10 yillik tajribangiz bo'lishi kerak. Men 10 yildan keyin 10 ming topish xohlamayman. Men tezroq topish xohlayman. Keyin shundan keyin men chiqqanman-da, agentство variantini ko'rganman, plus bitta paytda ko'p proyektlar bilan ishlash variantini ko'rganman. Qarayapman, proyektlar to'layapti, 2-3 mingdan to'layapti. Bitta paytda ishlaganman, 3-4 ta proyektlar bilan, lekin o'sha 3-4 ta proyektlar bilan ishlaganimda va oyga o'sha 5-6 ming topgan paytimda ko'ra Cambridgeda baribir ko'proq narsa o'rganganman. Ko'proq menga o'sha manaqa bo'lganda, maktab bo'lgan. O'sha fundament hisobiga bu yoqda ancha boryapman, masalan uchun katta proyektlar 3 ming to'layapti oyga, sog'lom so'rashni bilmaydi-da, marketingning metrikalarini bilishmaydi-da. Tushunasizmi? Bir haftada bir marta borib komanda ishlayveradi, bir haftada bir marta borib отчет beraman, anaqa beraman, bo'ldi ketdi. Keyin qarayman, yo, bu ham bo'lmaydi cho'ta. Bu ham meni to'xtatib qo'yadi. Undan ko'ra yana olishim kerak deb shunaqa qilib, bilmayman, men shunaqa odamman, o'zimga challenge qo'yib ketaveraman. Zo'r, mana endi bu narsa hozir aytgan yechim zo'r. Qachonki odam anaqani ichida naimda ishlayotgan bo'lsa yoki komanda bilan qaysidir kompaniyada ishlayotgan bo'lsa, ketish kerak. Bu o'sish nuqtasida o'sha patologga tegib qoldi. Yangi challenge beradigan joyga borish kerak. Lekin hozirgi misolda aytaylik, hozir siz hech qaysi bunaqa holatda emassiz. Ya'ni naimda emassiz va uni ustiga hozir misol uchun ba'zi o'sishiga turtki beradigan qanaqadir finansiy maqsadlari, aytaylik, ota-onasini yoshini o'tayotgani, ularga qanaqadir bir hissa qo'shish kerakligi oilasiga yoki finansiy qanaqadir maqsadlariga tezroq erishish kerak, kimdir uylanishi kerak, mashina olish kerak, uy olish kerak va hokazo. Bunaqa narsalar bo'lgan paytda o'zi push beradi. Lekin shu narsalarning hammasiga erishib bo'lganingizda, oilangiz tinch, qanaqadir finansiy 5 yil oldin qo'ygan hamma maqsadlaringizga erishib bo'ldingiz. O'zingiz yaxshi ko'rgan ishdasiz. Ishlab turibsiz. Hozir kelib turgan daromadingiz ham qaysidir ma'noda yetarli, sizni qanaqadir bir nimadir muammo push qilmaydi. Mana shunaqa paytda o'sishdan to'xtab qolishni qayerdan bilasiz va bundan chiqib ketish uchun nima qilasiz? Xo'p, zo'r savol bo'ldi. O'zi o'sha yilni o'tgan yil oxirlariga o'sha ustozim bilan gaplashganda passivniy kapital qilishi va kapitallarni o'zi passivniy daromad olib kelib, oylik rasxodlarni yopishi menga zadacha beruvdilar. O'shani qilib, men hozir masalan passivniy daromad o'zi ham meni oilaviy hamma xarajatlarni yopadi. Masalan, va bu endi pensiya desa ham bo'ladi. Shundan keyin holat qanaqa bo'ladi desa, mana bu yog'iga endi siz faqat va faqat pul uchun emas, o'zingizni g'oyalaringizni realizatsiya qilish uchun ishlaysiz. O'zingizni masalan hayotda qanaqadir o'rin qoldirish, hayotdagi qanaqadir o'yinning ichida his qilasizda va kattaroq missiyalarni amalga oshirish uchun ishlaysiz. Bu etap hozir mana media sohasiga kirayotgan odam uchun bu etap o'ylash ham kerak emas va bu etap hozir emas, aktual bo'lmaydi-da. Keyin mana qanchadir daromadga chiqqandan keyin, qanchadir anaqa bo'lgandan keyin odam faqatgina o'zini yaxshi ko'rgan ish bilan shug'ullana oladi.
Chunki nimaga? Ishga bormasa ham pul kelyapti. Ishga bormasa ham qanaqadir pul keladi, daromad topasiz va nima sizga ishga borishga turtki beryapti deydigan savolga bu faqat ishingizni yaxshi ko'rishingiz. Ishingizni yaxshi ko'rganda ham qanaqa ishingizni natijasi, ya'ni qilayotgan ishingizdan keyingi natija nima bo'lyapti? Jamiyatga yordami, misol uchun qanaqadir nimadir o'zgaryapti, odamlar o'zgaryapti, siz produktingiz orqali odamlar foyda olyapti va ertaga kelajakda misol uchun qanaqadir o'ylayotgan missiyalaringiz shu narsalar ruhlantiradi. Ya'ni hozir topayotgan pulni tam 10x ko'paytirish, 20x ko'paytirish emas. Misol uchun menda hech qachon milliarder bo'lishni maqsad bo'lmagan. Milliard topishim mumkinmi? Balki topishim mumkin, Alloh beradigan bo'lsa. Lekin menda maqsad milliarder bo'lish emas, ya'ni status emas men uchun. Men uchun lekin o'sha milliard pul topish va shu orqali odamlarga millionlab odamlarga yordam berish, foyda olib kelish bo'lish mumkin bo'lsa, agar pul keladigan bo'lsa zo'r. Ya'ni pulga bog'lanmang. Agar pulga bog'lansa borib tugamaydigan o'yinda siz mashina olasiz, mashina olganingizdan keyin qaraysiz, boshqa odam sizdan yaxshiroq mashina olgan bo'ladi. Olasiz, undan yaxshiroq mashina olasiz, qaraysiz, boshqa davlatda sizdan ham yaxshi, chunki 25 yoshda o'sha bilmayman, Bugatti olgan bolalar bor, Ferrari, har xil mashina. Bu o'yinga kirish to'g'ri emas deb o'ylayman. Ya'ni tugamaydi va hech qachon yutmaysiz. Hech qachon finansiy o'yinga kirib, misol uchun yutmaysiz, chunki sizdan zo'rlari baribir bor. Siz borasiz, kimdadir yaxtasi bor, kimdadir Dubayda katta uylari bo'lishi mumkin. Bu har doim odam baxtsiz qiladi. Bu o'yinga kirsa har doim odam baxtsiz bo'ladi. Lekin odam qorningiz to'q, yaxshi yashaysiz, farzandlaringiz yaxshi maktabga, qimmat bo'lsa ham yaxshi maktabga boradi. Yaxshi mashinangiz bor, ya'ni uzog'ingizni yaqin qiladigan, qulay va anaqa yopadigan mashinangiz bor. Nima kerak bor 10 barobar yaxshi mashinani. Agar u undan o'tib ketish kerak, undan o'tib ketish uchun olayotgan bo'lsa, yoki nima kerak bor, qanaqadir faqat ko'z uchun sayohatlar, ko'z uchun narsalarni. Ya'ni bu hozirgi yoshimga, hozirgi fikrlar, dunyo qarashimdan kelib chiqib o'tirayotgan fikrlar. Ya'ni men hozir aytaylik 3 yil avvalgi podkastimda bunaqa narsa o'ylamaganman, bunaqa fikrda ham bo'lmaganman. Maqsadim tezroq pul topish kerak, mana bunaqa millioner bo'lish kerak, shunga o'xshagan narsalar bo'lganda, yo'q, hozir unaqa emas. Hozir chunki bilyapman, mashina olasiz yoki nimadir olasiz, buni kayfi bir hafta, 10 kun, qanchadir muddatda bo'ldi. Undan keyin manaqa deb ko'chada mashinada yursangiz, qimmat mashinada yursangiz, hech kim sizga havas qilmaydi. Hech kim siz ichida o'tirganligingiz ham qiziq emas, mashinaga havas qiladi. Voy, geylik bor ekan. Voy, ichida o'tirgan odam qiziq emas ularga umuman-da. Ya'ni tushunib olish kerak-da, u yerda havas qilinayotgan odam siz emas yoki havas qilinayotgan odam qanaqa siz qurib qo'ygan katta uy emas. U ichida o'tirgan odamda, u o'zgarishi ham mumkin. Biz hayotimizda har xil bosqich bo'lishi mumkin. Qaysi paytda Alloh beryaptimi, xohlagan paytda olib qo'yishi mumkin va bu nima uchun olib qo'yishi mumkin bo'lgan narsaga katta mehr qo'yib, buni ustida aniq qilishimiz kerak. Lekin qilayotgan ish yoqsa, qilayotgan anaqangiz bo'ladigan bo'lsa, bu shuni ustida ko'proq odam ishlaydigan bo'lsa, haqiqiy mazza shunda deb o'ylayman. Zo'r. Men maksimalni misol uchun mana shu sizdagi tajribalarni yoki umuman olganda istalgan bitta mavzuni yoritib berishdi ko'rayotgan odam qanaqadir next steps deydi, keyingi qadamlarni actionable bo'lishiga aniq qilamanda. Hozir mana shu gap orasida aytib ketdingiz. Men shunaqa pozitsiyaga kelganimdan keyin ustozim aytdilar dedingiz. Demak, bu yoqda taktik qilish kerak bo'lgan ishlardan odam ustozi bo'lishi kerak degan, misol uchun bitta fikr bo'lishi mumkin. Yoki qanaqadir o'zidan kattaroq fikrlaydigan, o'zidan kattaroq maqsadlar bilan yuradigan network auditoriyasi bo'lishi mumkin. O'zini shu networkingdagi krugi bo'lishi mumkin. Ularga qo'shilish bo'lishi mumkin. Hozir taktik olganda mana shu o'sish nuqtasiga kelib qolgan, o'sish uchun nima qilish kerakligini keyingi qadamni bilmaydi. Step by step aytganda, nima o'zingizdan kelib chiqib, mana yordam bergan ustozim deb ketdingiz. Xuddi shunaqa nima narsalarni qilasiz, doim yangi zadacha chiqadi. Masalan, o'sha ustozingiz aytmaganlarida siz misol uchun passiv daromad qilishim kerak degan narsa kelmagan bo'lishi mumkin. Va hozir o'zingizda bor pozitsiyangiz normal qabul qilib, keyingi qadamni ko'rmasligingiz mumkin. Shunaqa actionable qadamlardan nima narsani tavsiya qilasiz? Zo'r. Eng birinchisi o'sha ustoz aytganimdek, endi bu hammaga bu ham anaqada rizq desa ham bo'ladi. Ustoz hammaga ham kuchli ustoz nasib qilmasligi mumkin, lekin nasib qildimi bu juda katta baxt.
juda katta vaqt, chunki siz yashab o'tgan hayot, masalan, mana siz aytaylik, oddiy qanaqadir sut borda, sutdan siz qaymog'ini olasiz. Eng zo'r joyini sizga ustoz beradi. Chunki ustoz yashagan, u etaplardan o'tgan, siz bormoqchi bo'lgan xavflarni ham biladi. U etapdan o'tganda va siz yaxshiroq bilishi ham mumkin. Kerak bo'lsa, bunaqa ustoz bo'lishi bu ideal, zo'r bo'ladi agar topa olsanglar ustoz. Ustoz deganda emasda, siz prям eng kuchli tadbirkor O'zbekistondagi, eng kuchli soha mutaxassisi emas, siz ustoz, siz bormoqchi bo'lgan etapdagi inson bo'lish kerak. Sizni qarashlari, qadriyatlari to'g'ri keladigan inson bo'lish kerak. Aytaylik, $500 topayotgan odam uchun $3000 topadigan odam ideal ustoz bo'lishi mumkin agar qadriyatlari, qilayotgan ishlari to'g'ri keladigan bo'lsa. O'shaning uchun ustoz topish kerak deb o'ylayman. Tabiiy, imkoniyati ko'pchilikda bor, topsa bo'ladi. Ikkinchisi bu doim yangi bilim olish. Ya'ni men har doim o'sha yana bitta ustoz, o'sha bu mediadagi ustozlar bo'lishi mumkin-da, biz kuzatamiz, Harmoziy bo'lishi mumkin yoki o'sha Russell Branson yoki ko'plab mediadagi insonlar bor, kuchli insonlar bor va ularni doimiy kuzatish. Chunki u o'tdan ham siz insight olasiz-da, podkastlarda, intervyu, mana hozir ham o'tirasizlar, qanaqadir miyada insightlar bo'lishi mumkin, uni amalga oshirish mumkin, to'g'ri kelishi mumkin sizga. Bizda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni tabiiy har doim qanaqadir yangi kitoblar, zo'r kitoblar ham agar to'g'ri kitoblar tanlaydigan bo'lsangiz, podkastlar, intervyular zo'r yordam beradi. Bu fikrlashni o'stiradi. Odam fikrlashini o'stirsagina sohasida o'sadi. Odamning shaxsiyati, fikrlashidan ko'ra, topayotgan pul o'sib ketishi juda qiyin va o'sib ketsa bor, bu yomon. Ertaga qanaqadir katta pul topishni boshlaydi, bu minusiga ishlaydi. Odam shaxsiyati har doim yuqoriroqda turish kerak. Shaxsiyatni yuqori qilish uchun aytgandiki, ustoz, kitob, intervyu, podkast, kerakli insonlarni kuzatish. Kerakli davralarda bo'lish va kerakli o'sha networking, bu ham katta yordam beradi. Anaqada bo'lish kerak. Men misol uchun bilaman, 4-5 yil avval men har kuni bittadan podkast intervyu ko'rardim. Har kuni ham. Hozir ham ko'rishga harakat qilaman. Hozir endi ko'proq filtr qilaman, vaqt kam bo'lgani uchun filtr qilib, kamroq, lekin muhimroqlarni ko'raman-da, lekin oldin juda ko'p ko'rardim. Unda ham motivatsion ko'rish kerak emas-da, qanaqadir ba'zilar ko'radi-yu, faqat qarasangiz 1 soat motivatsiya beradigan kontentlar ko'rib, unda narsa kerak emas, u siz motivatsiya olasiz, lekin ishlamaysiz. Undan ko'ra sizga bitta narsa chuqurroq yo'naltirib beriladigan, bitta narsani ildizi bilan yoritib beradigan narsa bo'lishi kerak-da. Men kecha o'zim blogimda anaqa qildim. Men buni ham xolis tavsiya etaman. Qo'ydim. Aziz aka o'zim ustozimni anaqalar bor, kanal ochganlar, Parallel muhit degan pulli kanal bor. 67 ming. Men misol uchun o'sha boshlanayotgan paytda aytgan 500 mingdan kam emasligi kerak. Aziga bu chunki juda katta qiymat deganman. Yo'q, mayli. Odamlar 607 ming to'lashga tayyor bo'lsa, 670 ming to'lashga tayyor bo'lsa-da, lekin 10 barobar qiymat kamroq, qiymati ko'p, lekin narxi kamroq bo'lgan narsa berildi qilganlar 100 dan ko'p maqola bor. Men aytaman, 100 ta maqolani o'qigan odam hayoti butunlay o'zgarib ketadi, fikrlash. Men misol uchun aniq sizga aniq aytishim mumkin. Endi meni kuzatayotgan odamlar meni qanaqadir fikrimni oladigan insonlarga aytayapman-da. Misol uchun mendan ham yuqori bo'lgan odamlarga aytmayapman. Fikrlash oladigan odamlarga aytayapman. O'qiydigan bo'lsangiz o'zgaradi. Chunki nimaga? O'tdagi berilayotgan ma'lumotlar, o'tdagi fikrlarni qilib, bu 10 ta kitob o'qigandek bo'lishingiz mumkin-da. Xuddi shunaqa. Masalan, men o'zim o'qiyman bu narsani. Har doim chiqadimmi, sirazi o'qiyman. Har doim chiqadim, sirazi o'qiyman va har doim o'qigan paytimda, ya'ni miyamda bitta yangi hujayra paydo bo'ladi yoki katta insight paydo bo'ladi. Bu menga prinsip bo'lib kirishi mumkin-da. Men hozir men sizlarga aytib beraman, 3 ta 4 ta prinsip aytdim. U prinsip asosini men bilaman. Ya'ni ikkita yo'l tanlayotganda qiyin va osonini tanlashni men asosini bilaman va uni aniq ishonchim komil. Hozir o'sha narsani kimdir eshitdi, lekin mohiyatini tushunmaydi. Nimaga, misol uchun qaysidir paytda boshqacha bo'lsa-chi degan narsa bo'ladi, lekin siz o'sha mohiyatini tushunadigan bo'lsangiz, bo'ldi, u hayotingizni ancha osonlashtirib beradi. Shunaqa umumiy parallel muhit degan anaqa, misol uchun bitta ko'ringlar, 67 ming. Men xolis tavsiya qilaman, o'zimni aytaylik, oila a'zolarimga tavsiya qilaman, yaqin do'stlarimga, komandadagi bolalar hammasi o'qishadi, pulini to'lab-da, misol uchun juda zo'r foydali va fikrlashni o'stiradigan anaqa desa ham bo'ladi. Chunki bolalar bor-da, kam pul topadi, $500, $1000 topadi, lekin fikrlash juda yuqori. Juda yuqori va u bola aniq katta ehtimol bilan 3-4 yildan keyin juda katta o'sib ketadi.
Ba'zilar bor, hozir ko'p pul topadi. Qanaqadir yo'llar, cheat kodlar orqali, nimadirlar orqali o'sha trendlar orqasidan ko'p pul topadi, lekin fikrlashi yosh bola bo'lib yotibdi. Ya'ni hech nimani tushunmaydi, topgan pulni faqatgina nimadir rasxodlarga sarflaydi-da, u bola ertaga borib bitta sal qiyinlashgan soha qiyinlashsa, bo'lgan paytda katta ehtimol bilan chiqib ketib qoladi. Yoki fail qilib qo'yadi. Zo'r. Men shu suhbatimiz boshida ham ozgina gaplashdik. Aynan mana shu media sohasidagi bolalarda yoki mutaxassislarda holatlar bo'yicha o'zim misol uchun mana hozirgi pozitsiyada turib, misol uchun siz shu paytgacha nechta odam o'qitdingiz o'zingizni sohangizda? 2 bo'lsa, 250 bo'lsa kerak. Misol uchun 2 sohadagilarga ta'lim bergansiz, qaysidir ma'noda tajribalaringiz ulashgansiz va umumiyda bozorni kuzatyapsiz, bozorni ko'rib turibsiz. Qanaqa xatolar qilishyapti deb o'ylaysiz? Ya'ni qanaqa xatolar bo'lyapti? Siz qaysidir nuqtada bosib o'tgansiz, bunaqa emas, mana bunaqa qilganda o'ziga yaxshiroq bo'lardi degan. Eng katta muammo bu xarakter slabiy bo'lishi. Ya'ni xarakter deganda mana hozir dachi o'shani yana bitta aytib beraman, tushunarli bo'lishi uchun. Bizda 2 xil tipdagi anaqa bor. Yosh kattalar bor va hozirgi yoshlar bor. O'zi umuman istalgan sohaga, istalgan kasb tanlayotgan paytda odam nima qiladi? Bitta kasbga kiradi, shogird bo'ladi, undan keyin ishga kiradi. Ishi ham misol uchun tabiiy juda ko'p kasblarda ertalab 9 dan 6 gacha yoki kunni nechidir qism va uni mas'uliyati bor, o'sha mas'uliyatni bajaradi va bu normal holat. Aytgan narsasini bajarish, aytgan joyga borish, aytgan ishini qilib berish normal. Uni qilmasa bo'lmaydi. Oila olmaydi-da. Lekin media sohasiga kirib kelgandan keyin, o'sha Instagram, media kirgandan keyin ijtimoiy tarmoqlar tabiiy bunga yosh katta odamlar moslasha olmaydi. Ya'ni SMM mutaxassislar, marketologlar tabiiy yoshlar-da va yoshlar birinchi kasbini bu mediadan boshlayapti. Blogger bo'lyapti, SMM menejer bo'lyapti, content menejer bo'lyapti-da va sohaga kirgan paytda u konkurensiya kam. Kirot 3 oy ichida $500 yoki 6 oy ichida $1000. Orzu-da bu butun dunyoda 3 oy 6 oy ichida $1000 ga chiqish bu orzu. Bizda bu imkoniyat paydo bo'lyapti va ishlayapti. Konkurensiya kamligini hisobiga proyektlar olib tashlaydi va vaqtida bormaydi. Vaqtida aytgan narsasini qilib bermaydi va anaqa yo'q. Qilmasa katta jazo yo'q. Ya'ni qilmasa ham odamlar ishlayapti. Vaqtida va'dasini bermasa ham odamlar yana proyekt davom ettiryapti. Mas'uliyatsiz bo'lib, aytaylik, qaysidir uchrashuvga kech borsa ham indamayapti odamlar. Va bu normal holat ekan deyapti va butun jamiyatda, butun o'sha media jamiyatida mana shu narsa normal bo'lyapti. Ya'ni ishlatadi, pulni bermaydi. Qaysidir soha vakilini, masalan, videograf ishlatadi, pulni cho'zib yuboradi yoki bermaydi qaysidir paytda. Nimaga desa, men proyektdan pul ololmadim. Seni xatoying-ku, proyektni ololmagan. Nimaga sen videograf pulni bermasliging kerak? Chunki buni haqqi bu. Sen o'sha risk bo'yningga olganing uchun ham sen o'shandan kattaroq summa olasan. Yoki aldab ketish, kurslarda o'qib pulni bermaslik, juda normal bo'lib qoldi-da va bu aslida illat va buni bunaqa odamlarni chiqarib yuborish kerak. Men endi shunaqa qilaman, shunaqa odamlarni ko'rsam, aldayotganlarni ko'rsam, o'sha jamiyatdagi odamlarga buni belgilab mana qilib qo'yaman. Mana bu bola, mana bunaqa bo'ldi, endi ommaga aytmayman, storiesga olib chiqmayman, ehtiyot bo'linglar bu boladan. Shunaqa bola ekan deb turib aytib qo'yish kerak, boshqalarga ham zararni keltirmasligi uchun va kerak bo'lsa bunaqalarni chiqarib yuborish kerak. Mana bitta bola kelganda o'qigan produktimda pul to'lamagan, qanchadir minimal summa to'lagan, indamaganmiz, u yoq bu yoq bo'lgan, to'layman, mana bunaqa bo'lib qoldi, kimdir qarindoshim o'lib qoldi, mana bunaqa bo'lib qoldi, har xil bahonalarda, har xil bahonalar bilib turibman. Lekin endi yomon gumon qilmayapman, keyin o'rtasida bilaman, aytayman, keyin ketkazardim bolani. Yo'q, qarchi o'qimaysan, gapida turmaydigan bolalik bilinyapti va gruppaga aytdim. Mana shunaqa bo'ldi, bu odam chiqazordi, shunaqa ish qildi. Ehtiyot bo'linglar. Menga yozishyapti bolalar. Gruppadagi bolalardan u pul olgan, gruppadagi bolalardan u qanaqadir ishlatgan, o'sha o'quvchilar, kursdoshlarni ishlatib pullarni olgan bir 3-4 odam aldaganda. Keyin bilsam u SMM bo'yicha katta gruppalarda ham uni muhokamasiga ketyapti. Ularni ham aldagan, shunaqa qilgan. Bu normal holat emas-da. Umuman bunaqa odamni chiqarib yuborish kerak mediadan. Bu aytaylik odam haqqiga xiyonat qilish, mas'uliyatsizlik qilish bu juda yomon illat va yaqinda bitta yana shunaqa bitta insonni ko'ryapman. Bilaman u boshqalarni aldab qo'ygan, aytgan ishini qilib bermagan, va'dasini bajarmaganda bitta inson bilan ishlayapti. U inson bilan tanishim. Siraz yozyapman anaqasiga, storiesiga. Birga ishlaymiz deydi, ehtiyot bo'ling, bu odam bunaqa. Shunaqa holat bo'lgan. Bola ko'rganda storiesiga siraz menga aloqaga chiqadi.
nima qilishim kerak deyapman. Shunaqa ish qilganmisa, shunaqamisa bo'ldi. Men ogohlantirib qo'yishim kerak deyapman-da. Bu hech kim yetmagani uchun, mayli, endi mana shu bolani indamay qo'ya qoling degani uchun ham ko'payib ketyapti-da. Unaqa bo'lmasligi kerak aslida. Bizda shunaqa holatlar bo'lgan, o'sha pul olmasdan ketganmiz. Qaysidir paytlarda mayli reputatsiyamiz, anaqamizmi bo'ldi, komandan pullarni berganmiz, minusga kirgan paytlarimiz bo'lgan. Farqi yo'q. Shu riskka tayyormisiz? O'shaning uchun siz ko'p pul topasizmi? Qilishingiz kerak, bajarishingiz kerak etgan narsani. Shu eng katta muammo shu. Mas'uliyatsizlik, shaxsiyat slabiligi, ozgina stress kelsa bo'ldi, uydan chiqmasdan, telefonlarni ko'tarmasdan shunaqa bo'lib olish yoki bo'lishi mumkin, aytgan narsasini bajarmaslik, va'dasi turmaslik, bu juda yomon-da. Yosh bolalanishida, gapiramiz, juda yosh bolalanishi va shuni qilib yurgan odamlar ham keyin kontent qo'yib, bu yoq qilib, yurishi sal odam g'ashiga ham tegadi-da. Ha, to'g'ri. Bunaqa holatda meni fikrim endi bozor borib sekin tushunib o'zi filtrlab borsa kerak degan fikrim bor. Nimaga deganda biz ham mana marketing sohasida 5 yildan beri ishlasak, har kuni tadbirkorlar bilan gaplashamiz. Shu oldin jamoa bilan ishlaganmisiz, nima bo'lgan degan savolni bersam hozir yig'lab yuboradi, jahli chiqib ketadi degan narsaga tayyor turasiz, chunki shunaqa holatlar ko'p bo'ladi. Aytganingizdek, misol uchun qaysidir bolalarni aytsa, men shu bolalar bilan ishlaganman desa, siz bilasiz, mediada ko'rgansiz, mediada yuribdi, lekin mana shunaqa ishlar bo'lgan. Tadbirkorlar bilan shu qanaqadir ma'noda bar norozichiligi qolib ketgan degan narsa bo'ladi. Men lekin o'zimni tajribamda unaqa holat bilan juda uzoqqa borgan anaqalarni ko'rmaganman. Aytganingizdek, borib mediadagilar bu narsani bilishni boshlaydi, sohadagi hamkasblari bilishni boshlaydi, klientlari bilishni boshlaydi. Qaysidir etapda bo'ldi, unga bo'lgan talab kamayib boshlaydi. Bozordan chiqib ketadi o'zi, lekin bozorni ochligi bu narsa u muddatni cho'zib yuborishi mumkin. Shunaqa. Misol uchun u chiqib ketishi aniq, bozor filtrlaydi, lekin bozor ochligi, hali talabni kattaligi, yaxshi mutaxassislarning sonini ko'pmasligi majbur qilib qo'yadi ularni qanchadir uzoqroq muddatda ushlab qolishga bozorga. Shunaqa. Shuning uchun uzoq muddatlikda agar ko'rmoqchi bo'lsa, shu narsaga e'tibor berish kerak. To'pot bizda raqobat yo'q-da, men istalgan sohada raqobat yo'q. Men zamonaviy kasblarda aytadigan bo'lsa, istalgan targetologmi juda katta talab bor bozorda. Videograflarga juda katta talab bor. Montajyorlar kim qiyinlashib ketyapti? Yo'q, qiyin emas. Prosta endi shunaqa holatga kelyapti. Bu normal holat-da. Aslida hali raqobatga kelgani yo'q. Nimanda? Aslida raqobat juda ko'p bo'lish kerak-da. Bizda o'sha keyin narxlar overprice bo'lib ketgan. Qaysidir, misol uchun mutaxassislarda chunki konkurent yo'q-da, bu tabiiy. Konkurent yo'q bo'lgandan keyin u xohlagan narxini qo'yadi, xohlagan anaqasini. Bu ham normal. Bu narsa ham anaqa noto'g'ri deb o'ylamayman. Lekin ertaga raqobat bo'ladi, ertaga ko'payadi raqobat va bozor aytganingizdek filtrlashib, keraksiz odamlar, anaqa insonlar chiqib ketadi va shu tezroq bo'lishi kerak. Shuning uchun ko'proq mutaxassislar chiqishi kerak bozorda. O'shaning uchun tadbirkorlar bilan gaplashsa ham nolishaveradi-da, va yaxshimi anaqa yo'q, yaxshi anaqa yo'q. Lekin ko'p rostdan tadbirkorlarning ham o'zi shunaqa-da. Ya'ni to'g'risi u ham vaqtida kelmaydi, uchrashuvlarga, vaqtida anaqa qilmaydi. Xarakter slabiylari ko'p. Men endi uchratganman, o'shaning uchun butun O'zbekistonda endi rivojlanyapti, raqobat oshyapti, sekin-sekin. Bizneslarda ham shunaqa bo'lyapti. Chiqib ketyapti, nechta biznes yo'q bo'lib ketyapti. Chidolmagan, raqobatga chidolmagan, trendlar bilan, o'sha oxirgi tendensiyalar bilan yurmayotgan bizneslar ham yopilib ketyapti. Shunaqa bo'ladi. Bu bitta bizning sohada emas, aytganingizdek bizneslarda ham. Raqobat kuchaysa, biznesni o'ziga ham ta'sir qiladi. Shunaqa. Birinchi o'rinda mana o'saman desa, bozorda o'zi produkt bo'lishi kerak, ularni o'sishiga yordam beradigan. Misol uchun qanaqadir marketing bo'yicha yoki mediadagi istalgan soha bo'yicha videografiya, montaj, SMM, target kurslar ko'pda. Bu yoqda berilayotgan misol uchun bolalar ko'radi, qaysidir natija qilgan shu top 1% dagilarni, topdagilarni ko'radida, shunaqa narsa qilaman deydi, lekin produkt ichiga kirganda o'sha kutilgan narsasini ola olmaydi. Ya'ni misol uchun mana hozir Ahrorbek o'zi ham endi anaqada aytmiz, kursda o'qigan, o'quv markazida o'qiganda, lekin 22 kishi o'qigan bo'lsa, bitta o'zi qolgan sohada. Qolgan sohalar ba'zilari mediani boshqa kasblarga o'tib ketgan, ba'zilari sohadan chiqib ketgan. Bu yoqda aytganingizdek, mana bu o'zi tayyorlanib harakat qilish kerak bo'lgan tomoni bitta bo'lsa, ikkinchi tomoni produktni o'zi. Bozordagi shu produkt filtrlari o'zi qanaqa bo'lishi kerak degan. Zo'r.
Bu yerda bitta narsa aytaman. Produkt o'qiyotganda bitta narsaga e'tibor qaratish kerak. Skin in the game degan narsa bor. O'sha dars o'tayotgan odam, o'qiyotgan odammi, terisi o'sha sohaning ichidami? Bu nima degan? O'sha sohada faoliyat olib boryaptimi? O'sha misol uchun men marketingda qachondir ishlaganman, lekin men hozir marketingda bo'yicha mutaxassis bo'lib yoki men dars o'taman deyishim bu noto'g'ri. Chunki men to'g'ri ishlaganman, tajribam bor, lekin hozir bilmayman. Ya'ni hozirgi tendensiyani bilmayman. Umumiy tushuncha paydo bo'lishi mumkin, lekin hozir qo'lim bilan qilmayapman bu narsani. Meni haqqim yo'q dars o'tishga, anaqa qilishga-da. Misol uchun men zapusк qilyapmanmi, aytaylik, men o'rgatishim mumkin o'sha paytda o'zida. Skin in the game bo'lsa odamda bu eng zo'r dars bera oladi. Eng zo'r odamga o'rgatadi, chunki nyuanslarni biladi-da. Misol uchun siz hozir marketingda kelayotgan odamga faqat sizda amaliy, nazariy tajriba bo'lsa, siz aytasizda, "Men buni qil, hammasi ideal." Lekin hozir siz 1000 ta etapdan o'tganingiz uchun siz bilasiz, misol uchun qaysidir paytda proyekt ketib qoladi. Qaysidir paytda aytaylik, finansiy muammo bo'lishi mumkin. Qaysidir paytda qiyinchiliklardan qanaqa chiqib ketish kerak va siz yashaganingiz uchun siz eng zo'r anaqa tajribani berishingiz mumkin u insonga. Xuddi shunaqa. Mobilografdan kurs olyaptimi? Mobilografiya bilan shug'ullanayotgan odam bo'lish kerak. Yoki targetologdan kurs olyaptimi? Bilish kerak-da, oxirgi tendensiya nima, u o'zi qilyaptimi, qanaqa chekka misol mendan kelishadi-da, qimmat chekka sotish bo'yicha nima qilish, men bilmayman. Men hozir qimmat chekka sotmayman hech nima. Men to'g'ri produktlarim sotishim mumkin, lekin men xizmat sotmayman. Men xizmat sotmagandan keyin qanaqa qilib sizlarga aytishim mumkin? Endi umumiy aytishim mumkin, lekin eng zo'r foydani bera olmayman-da, eng zo'r qanaqadir javobni bera olmasligim mumkin. Lekin men hozir zapusк bilan shug'ullanyapmanmi? Men oxirgi instrumentlar, nima bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti, 1000 ta gipoteza test qilamiz. Har safar nimadir o'xshaydi, nimadir o'xshamaydi. Shundan keyin misol uchun men o'rgatsam oson bo'ladi. Men o'rgatsam eng yaxshi narsani berishim mumkin-da. Lekin men 10 yil oldin o'qigan, faqatgina yoki 10 yil oldin ishlagan soham bo'yicha dars o'tishim qiyinroq deb o'ylayman. Yoki aytganingizdek faqat shu dars o'tish bilan shug'ullanadigan anaqalardan produkt olmaslik kerak o'rganish bo'yicha. Faqat shunaqa bo'lsa, meni fikrim shu, skin in the game bo'lish kerak, ya'ni terisi singan bo'lish kerak yoki mana maslahat olayotganda ham xuddi shunaqa, kimdandir maslahat olsizlarmi, o'sha bilish kerak, maslahat prostak maslahat bo'lish kerak emas. Skin in the game savol bering, ya'ni u o'sha gapirayotgan odamni terisi anaqa qilganmi, o'yinning ichidami degan narsani bilish kerak-da. Shuning uchun men og'riqlarda yashaganman, tajribaning ichida bo'lganman degan narsa. Men ba'zi odamlar bor, misol uchun qaysidir sohalarni gapirib chiqadi, qaysidir anaqalarni gapirib chiqadi-da, oxirida qarasangiz o'zi qilayotgan ishi manfaatlar o'yini bor-da. Misol uchun o'ziga manfaat olib kelmayapti, o'ziga zarar olib kelyapti sohasiga, o'shaning uchun boshqalarni yomonlash, boshqalarni gapirish orqali bu o'zi produktni sotmoqchi bo'ladi. O'zini anaqasi bu endi qadriyat tarafdan noto'g'ri va oxir oqibat adolat yuzaga chiqadi va kim adolatli bo'lgan bo'lsa o'sha yutadi. Shunaqa deb o'ylayman. O'shaning uchun tanlayotganda mana shu filtrga, chunki hayron qoladigan narsa mana bunaqada. Учебный sentrda dars berib, учебный sentrda o'qish bu normal, lekin kurs o'tayotgan odamdan yoki zapusк qilib kurs o'tayotgan odamdan o'qish bu noto'g'ri. Учебный sentr dars o'tayotgan odam aksariyatlari soha mutaxassis emas. Ya'ni proyekt bilan ishlab chuqur asosiy fokusini dars o'tishga qaratadi-da. Ya'ni unga qaratmaydi. Loyiha olib, loyiha bilan ishlamaydi-da. Bu yoqda aytaylik bitta mutaxassis 10 ta 20 ta odamga dars o'tadi, lekin asosiy pulni mutaxassislardan topadi. Asosiy pulni loyihalar bilan ishlaydi va loyihalar katta loyihalar bilan ishlaydi. Nimaga buni hayron qolaman-da, o'shanga sal miyam anaqa bo'lmaydi-da. Nima deydi? Bitta sotish protsessi boshqacha. Bot bo'lib chiqadi, targetdan chiqib soha mutaxassisman bu chiqadi, men soha orqali mana bunaqa natijaga erishdim. Nimasi yomon? Xo'p, o'sha erishganim uchun kelyapti-da senga. Degan narsa-da. Mayli. To'g'ri. Bu yoqda asosiy filtr baribir aytganingizdek iste'molchini o'zida bo'lishi kerak. Bu narsani o'zi fikrlashi kerak. Ba'zilar aytganingizdek kimdir nimadir narsani yomonlab chiqsa, uni o'sha manfaati borligi uchun yomonlab chiqadigan bo'lsa, o'sha fikrga ergashib ketadi. Ergashmas. Bu yoqda asosiy mana shu narsani filtr qila olish, misol uchun bitta ekspertni shu sohani ichida ishlab, pul topib, o'rgatishini chiqishiga kimdir yomonlagan bo'lsa, o'zi tahlil qilib ko'rish kerak. Bu yoqda zashta qilinayotgan, himoya qilinayotgan holatda qanaqa, lekin buni o'zini tajribasi jihatdan qanaqa degan joyi baribir iste'molchi sifatida odam o'zi anaqa qilish kerak, lekin ertaga
qaysidir ekspertni, qaysidir o'quv markazi, qaysidir kursi yomonlab yurmaydi. Shunda To'ppa-to'g'ri. filtr baribir o'zida bo'lishi kerak. Mana istalgan, misol uchun o'qiyotgan odamga birinchi man savol beraman, aytaylik, emotsiyaga berilmasligi kerak. To'g'ri, misol uchun biz mana stories kontentlarda u yoq bu yoqda как mana shu narsani yoritishimiz ham mumkin. Mana natija o'qi joy bor, mana bunaqa biz как anaqa produktimizni sotish maqsadida. Hamma shunaqa qiladi. Lekin u tanlayotgan odam o'tirish kerak-da, misol uchun mana. Men hozirgi holatdaman. Birinchi, menga o'zi bu narsa kerakmi? Kerak bo'lsa, nima meni og'riqlarim yopadi? Nima og'riqlarim yopadi va endi o'sha og'riqlarni yopar ekan. Bu produkt kerak. Sal chuqurroq aniq qilish kerak. Misol uchun men yaqinda o'sha 18 mingga produkt oldim. Xuddi shu savollarni berganman. Bundoq ko'rib turib, voy, men bunaqa o'qish natijalari bor ekan, ergashib ketmaganman. Rostdan, meni hozirgi muammolarimni yoki hozirgi zaproslarim bu shu narsa yopadimi yo'qmi? Yopadigan bo'lsa, keyin chuqurroq analiz qilib, sazon o'tkazib, keyin ani sovuq miyaga sotib olish kerak. Kerak bo'lsa, solishtirib, mana qilib, ya'ni srazi voy bo'ldi, keyin shunaqa borda, ya'ni ketma-ket o'qiydi. Yo'q, bu ham noto'g'ri-da. Olgan narsasini sal amalda qo'llab, olgan bilimlarni qo'llash bu muhimroq. Chem faqat informatsiyani yig'ib ketishdan. Ba'zilarni ko'rganman, misol uchun mana shu narsaga o'tirib qoladi. O'tirib qoladi. Yangi informatsiya iste'mol qilish. Qayta o'qiydi, bir qo'ldan ish ham qilmaydi-da. Bu noto'g'ri. Misol uchun, naborot kam narsa o'rgan, ya'ni o'rgan qil. Eng muhimi amaliyot. Eng muhim narsa amaliyot qilish, chunki odam misol uchun yurish uchun odam yosh bola misol uchun prosta nazariy kimdir yurishing uchun mana bunaqa qilishing kerak deb turib ota-onasi gapirmaydi-da, u prosta yuradi, yiqiladi, tajriba ko'payadi-da. Shunda bo'ladi. Misol uchun futbolda ham yaxshi o'ynash uchun ko'proq o'ynash kerak, ko'proq harakat qilish kerak, ko'proq kopto tepish kerak, shunda anaqa bo'ladi. To'g'ri, nazariy qismi ham bo'lish kerak, lekin asosiy qismi amaliyot bo'lish kerak-da. Zo'r. Humoyun, rahmat kattakon. Asosiy men bermoqchi bo'lgan savollarim shu sohaviy, siz o'zingiz bosib o'tgan yo'llaringizdan kelib chiqib, sohaga kirib kelayotgan, sohada ishlayotgan, qaysi nuqtada o'sishdan to'xtab qolgan yoki men ko'radigan muammolar, og'riqlardan bittasi shu o'zi bilan kimdirlarni doimiy solishtiradi va o'ziga bo'lgan ishonchi tushib ketishi. Mana o'zingizni misolingizda aniq qildik. Fokusi yo'q, mayli omadini bersin, o'zini fokusi, o'zini ketayotgan yo'lida degan pozitsiyada odam o'zini birinchi topib olish kerak, o'sha nuqtadan ketish kerak. Mana bu yoqdagi trendlar yoki hattoki o'sha marketingda biz o'zimiz ishlatadigan instrumentlarni o'ziga ham sotib olayotganda, nimadir narsa sotib olayotganda yoki kimdandir o'rganayotganda o'sha narsaga aldanib ketmasligi, keyin ertaga baribir hayoti uchun odam o'ziga tegishli narsalar uchun baribir o'zi mas'uliyati. Kimni ayblasangiz ham baribir asosiy mas'uliyat sizda. Boshqalarni to'g'rilab bo'lmaydi, o'zingiz to'g'rilab bo'ladi. Shuning uchun birinchi o'rinda o'sha narsani to'g'rilash deganda o'zingizdagi shu tajribalardan, misol uchun men ko'raman-da, ba'zida odamlar siz bilan o'zini solishtirib, mana shogirdlar bor, anaqa media sohasidagilar bilan eshitasiz, gaplashasiz, o'zi siz bilan solishtiradi, qanaqadir nuqtada o'ziga bo'lgan ishonchi tushadi. Bu narsani ham misol uchun men bosib o'tilgan yo'l, qanchadir sabr qilingan, odamlar bu qismini odatda ko'rmaydi o'zi. O'shangacha bosib o'tilgan yo'l plus qaysidir vaqtlarda to'g'ri vaqtda o'sha to'g'ri joyda bo'lib qolingan omad o'ynashi va hokazo narsalarni solishtirganda bu narsa agar o'ziga bo'lgan ishonchi tushib qoladigan bo'lsa, baribirga ham o'zi xohlagan narsaga erishishi qiyin bo'ladi. Ya'ni solishtirish bo'lishi mumkin, kimdirlarda hasad bo'lishi mumkin. Bu narsalar baribir o'ziga zararga ishlaydigan narsalar. Shunaqa. O'sha uchun men bu bosib o'tilgan yo'llar bo'yicha, xulosalar bo'yicha yaxshi xulosalar bo'ldi. Bu yerda yana ikkita narsa qo'shib ketaman. O'sha men kimdir solishtirayotgan odam uchun aytaman, bu baribir to'g'ri sababini qilish kerak, lekin bu rizq. Bu rizq hammaga har xil yozilgan va ikkinchisi bu sinov. Ya'ni Alloh aytaylik nimadir beryapti degani bu meni yaxshi ko'radi degani emas yoki meni aytaylik qanaqadir qolganlardan ko'ra kuchli degani emas, bu sinov. Ya'ni masalan bu men sinovdan o'ta olamanmi yo'qmi degan savol bu eng katta, men o'zimga ham bu beradigan savolim va odam tayyor bo'lish o'ylash kerak-da. Hozir men katta narsa berib qolsa, men unga tayyormanmi? Men o'sha narsa menda bo'lib qolsa, men ertaga qanaqadir o'zgarib qolmaymanmi? Chunki bilmaymiz, hammani
hali yutuq emasda, dunyodagi nimadir narsa erishish bu yutuq emas. Yutuq oxirida bo'ladi va o'sha narsa muhimroq qarash kerak deb o'ylayman. Shu ya'ni nima desa bo'ladi? Shu narsa muhimda. Mani eng ko'p o'ylantiradigan, eng ko'p mana qiladigan narsa bu kimdandir o'tish, kimdandir qolish yoki unaqa narsa emas. Oxiri manaqa bo'lsa, shu muhimroq. Shuning uchun mana shu narsaga e'tibor qilish kerak va keyin hasad qilmaslik kerak. Hasad bu eng yomon illatlardan, u odamni o'ziga ham kelmaydi. Hasad qilgan odamga o'sha narsa kelmaydi, naborot anaqa bo'lishni boshlaydi. Lekin havas yaxshi. Misol uchun havas deganda qanaqadir? O'sha quvvat, ya'ni materialliga emas, misol uchun nimadir olgan bo'lsa, o'sha olgan narsasiga emas, harakatiga, foydasiga, fikrlariga, shu narsalarga qilinadigan bo'lsa, men o'ylayman, o'sha narsa bo'ladi. Chunki men juda havas qiladigan odamman. Juda ko'p odamni ko'rsam, yaxshi narsasini ko'rsam havas qilaman. Ko'raman-da, voy zo'r bo'pti, voy mana bunaqa bo'pti. Aytolmayman-ku, samimiy. Men o'zimda bor narsani maksimalni berishga, maksimalni tavsiya qilishga harakat qilaman va menga Alloh ko'proq beradi o'shanda. Mana shunaqa anaqa bo'ladigan bo'lsa, o'ylayman, yashash ham qiziq, odamlardan anaqa xafa ham bo'lmaysiz, odamlardan qanaqadir o'tish o'yin anaqa o'tib ketishga ham harakat qilmaysiz, maza qilib yashaysiz-da. Zo'r, juda ham foydali insightlar, xulosalar bo'ldi. Humoyun. Zo'r, rahmat hazilga chaqirganingiz uchun. Rahmat. Ha, Salom.